Amakim kutilmaganda qaytib kelganida hovlimizdagi sokinlik birdan buzilgandek bo'ldi. Onam uni ko'rib hayronlikdan bir muddat gapira olmay qoldi, chunki u 10 yildan beri na qo'ng'iroq qilgan, na bir xabar yuborgan edi. Men esa bolaligimdan beri uni ko'rmaganman, faqat suratlarda, o'tmishdagi kulgili voqealar orasida eshitganman. Shunga qaramay, uning ko'zi menga beixtiyor tanishday tuyuldi, go'yo uzoqdan qarab turadigan, odamning ruhini teshib o'tadigan nigohlar. Amakim salom berib ichkariga kirar ekan, u bilan birga uyga nimadir kirgandek, yillar davomida yopiq qolgan eshiklar giyqillab ochilgandek bo'ldi. Onam unga joy tayyorlayotganda men eshik oldida turib uning chamadonini kuzatdim. Chamadon eski, yirtilgan, lekin juda og'ir edi. Amakim esa uni qo'liga ham olmay, go'yo kuchi qolmaganday sudrab kelgan edi. Men ichimda savollar girdobi bilan kurashdim. Nega u qaytdi? Qayerdan keldi? Nimaga bu qadar charchagan? Kecha tushgan paytda amakim hovlining bir burchagiga qarab ancha vaqt jim turdi. Onam ovqat keltirganida ham u bir necha lahza qarab qoldi, xuddi qandaydir narsani kutayotgandek. Men esa uning har bir harakatiga e'tibor qilmaslikka urindim, lekin qo'limdan kelmadi. Juda ko'p yillar davomida yo'qligidan so'ng birdan paydo bo'lishi, bu shunchaki qaytish emas edi. U kechki ovqatda hech narsa yemadi, faqat issiq choyni asta-sekin ichib o'tiraverdi. Onam so'radi, "Yo'lda ovqat yeganmisan?" Amakim boshini chayqab, "Yo'q, ishtaham yo'q" dedi. Ammo uning ovozi juda charchoq bilan to'la edi, go'yo so'zlari ham og'ir yuk ko'targanday charchagan. Kechasi u yotoqxonasiga kirib ketgach, men onamga unga nima bo'lganini so'radim. Onam yelka qisib, "Uning o'zi aytadi" dedi. Ammo men bilardim, onam ham hamma narsani bilmaydi. Bu qaytishning orqasida qandaydir yashirin narsa bor edi. Tunda shiftga tikilib yotarkanman, amakimning chamadonida nima borligi haqida o'yladim. Yuk juda og'ir edi. Unda kiyimlaru oddiy buyumlar bo'lishi mumkin emasdi. Bir mahal tashqaridan eshitilgan galati tovush meni seskantirib yubordi. Derazadan qarasam, amakim hovlida o'tirgan, chamadoni yonida edi. U chamadonni ochib, ichidan nimadir olayotganday ko'rindi, lekin qorong'u bo'lgani uchun aniq ko'ra olmadim. Ertasi tongda esa chamadon xonada yopiq holatda turardi, xuddi kechasi hech narsa bo'lmaganday. Men yotoqxonadan chiqayotganimda amakim bilan ko'zlarimiz to'qnashib qoldi. Uning nigohida kechagi holatga izoh berilmaganday sovuqlik bor edi. Men hech narsa demadim, balki aytishga qo'rqdim. Biz birga nonushta qildik, lekin amakim hech narsa yemasdi, faqat o'tirardi. Onam unga sog'ligi haqida gapirganida amakim hammasi yaxshi deb qo'ya qoldi. Bu birinchi marta emasdi, qaytganidan beri u nonushta ham qilmagan edi. O'sha kuni men bozor tarafga chiqib ketdim. Uyga qaytganimda amakimni uyning orqa tomonida eski ombor yonida ko'rdim. U yerga hech kim kirmasdi, yillar davomida qulflangan, chang bosgan, suv o'tib ketgan joy bo'lgan. Men amakimni ko'rib hayron bo'ldim, u nega ombor yonida turibdi? Nega u multilmay o'sha joyni kuzatmoqda? Men unga yaqinlashganimda u birdan ortiga o'girilib menga qaradi. Uning ko'zida bir zumga vahimaga o'xshash narsa yalt etib ko'rindi, so'ngra yo'qoldi. "Bu yerga kelmang" dedi u shoshib. Men hayron bo'ldim. "Nega?" dedim. U esa javob bermadi, faqat yelkalarini qisib uy tomonga qaytdi. Men esa ombor eshigining qulfidan chang to'kilib turganini, pastki qismida esa yaqinda kimdir tegib ketganday izlar paydo bo'lganini ko'rdim. Kech kirgach, onam menga amakim haqida qayg'urayotganini aytdi. U qaytganidan beri beozor ko'ringani bilan ichida qandaydir og'ir dardi bor edi. Men onamga kechasi ko'rganim haqida aytmoqchi bo'ldim, lekin to'xtadim. Chunki hali hech narsa aniq emasdi, faqat taxminlar edi. Shunday bo'lsa-da, uyda hamma narsa o'zgarib borayotganini sezardim. Amakim uyga kirgandan beri uy ichidagi havo og'ir, nimadandir cho'chiyotgandek. Kechasi yana o'sha tovush eshitildi. Men o'rnimdan turib asta deraza yoniga bordim. Hovlida hech kim yo'q edi. Biroq ombor tomondan galati shitir-shitir ovoz eshitildi. Men yuragim hapriqib shundoqqina qarab turdim. Bir mahal amakim ombor eshigidan chiqib keldi. U atrofga alanglab qaradi, so'ng qo'lidagi mayda kalitni cho'ntagiga solib qo'ydi.
Men derazadan uzoqlashdim. U esa u tomonga qaytdi. Bu safar uning yurishida qo'rquv emas, balki bir qarorga kelgan odamning qat'iyligi sezilardi. Ertasi kuni men baribir bardosh bera olmay ombor tomon bordim. Eshik qulfini ushladim, u qattiq, mustahkam edi. Ammo qandaydir galati hid kelardi, eski narsa hidi emas, boshqacha, qandaydir sovuq temir hidi. Bu hid menga notanish edi. Men o'sha zahoti birorta qo'rqinchli xulosa chiqarishni istamadim. Balki u yerda faqat eski buyumlar bordir. Balki amakimga o'tmishidan qolgan esdaliklar shunchaki kerak bo'lgandir. Ammo kechasi ko'rgan kalit, tovushlar, uning bu yerni kuzatishi bularning oddiy emasligini bildirardi. Bir necha kun o'tdi. Amakimning uyda yurgani hamon galati edi. Ba'zan u bir burchakda jim o'tirib qolardi, ba'zan qog'ozlarga nimadir yozardi. Men bir kuni uning yozayotgan narsasini ko'rmoqchi bo'lib yaqinlashdim, lekin u qog'ozni darrov yopib qo'ydi. Ovozida hech qachon eshitmagan sovuqlik bilan, "Bu shaxsiy narsam", dedi. Men orqaga chekindim. Shu paytdan boshlab u menga yanada ehtiyotkorona munosabatda bo'la boshladi, go'yo men nimadir bilib qo'yishimdan xavotir olayotganday. Kunlar o'tib onam ham buni sezdi. U amakimning tunlari to'siq bilan yurganini, ba'zan eshiklar qarsillab qo'lida kalit bilan yurganini ko'rib mendan, "Bu odatmi? Sen biror narsa bilasanmi?" deb so'radi. Men bilmayman dedim, ammo ichimda shubhalar tobora kuchayardi. Bir kuni ertalab turib qarasam, amakim yo'q edi. Onam ham bilmas ekan. Uning yotog'i tuzalmagan, chamadoni esa ochiq holda turardi. Men chamadonga qaradim. Ichida faqat bir nechta eski kiyimlar, yirtik daftar bo'laklari, xat qoldiqlari bor edi. Lekin chamadon kecha og'ir edi, endi esa juda yengil edi. Qanday qilib? Nima o'zgardi? Qayerga g'oyib bo'lgan? U kecha omborga tushgan bo'lsa kerak. Men darhol tashqariga chiqdim. Ombor eshigi ochiq edi. Men xavotirda oldinga bosdim. Ichkariga kirar ekanman, qorong'u, chang bosgan joydan sovuq shamol yuzimga urildi. Ichkarida hech narsa yo'qdek tuyuldi, faqat bir burchakda katta qora latta yotardi. Men unga yaqinlashdim. Lattaning ostida yo'lsimon izlar bor edi, xuddi kimdir og'ir narsani sudragandek. Izlar omborning orqa devori tomon yo'nalgan edi. U yerdagi eski yog'och taxta sargaygan, biroz ko'tarilib turgandek edi. Men taxtani ko'tardim. Ostida yer biroz kavlangan, xuddi kimdir yaqinda o'sha yerga nimadir yashirgandek. Men cho'kdim, qo'lim bilan yerga tegdim, tuproq hali ham yumshoq edi. Shu payt tashqaridan qadam tovushi eshitildi. Orqamga qarasam, amakim turardi. Uning yuzidagi ifoda men ilgari ko'rmagan, qo'rquv, charchoq va ehtiyotkorlik aralash edi. "Bu yerga tushmang", dedi u past ovozda. Men unga qaradim. "Nega?" dedim yana. Bu safar u jim turmadi. Bir necha soniya sukutdan so'ng, "Men hali buni tushuntira olmayman. Ammo bilib qo'y, bu sen o'ylagan narsa emas. Faqat bu yerga yaqinlashma", dedi. Uning ovozida iltijo ham, buyruq ham bor edi. Men o'rnimdan turdim. U taxtani qayta yopib qo'ydi, so'ng menga qarab, "Bu vaqtinchalik. Men ketaman. Bir necha kundan so'ng bu joy bilan ham, mening qaytim bilan ham bog'liq bo'lgan hamma savollarga javob topsang, hayron qolmaysan", dedi. Men hech narsa tushunmadim. U esa yana bir bor atrofga alanglab qarab xonaga qaytdi. Men onamga biror narsa demadim. Chunki amakimning gaplarida qandaydir jiddiylik bor edi. Kechasi yana tovush eshitildi. Bu safar men derazaga bormadim, ombor tomondan kelayotgan tovushlar aniqroq, yaqqolroq edi. Go'yo u yerda kimdir yer kavlayotganday yoki qattiq temirning surilishi eshitilardi. Men yuragim hapriqib quloq soldim. Bu safar men qo'rqmadim, aksincha bilishga qiziqish kuchli edi. Ammo shu bilan birga amakimning "Yopiq tur" degan ovozi ongimda takrorlanib turardi. Tong otganda men yana ombor tomon bordim. Bu safar eshik qulflangan edi. Kechagi galati tuproq izlari esa yo'q, go'yo kecha bo'lgan hamma narsa bir zumda o'chirib tashlanganday. Shu payt orqamdan amakim ovozi eshitildi. "Men bugun ketaman", dedi u. Men unga qaradim.
Nega? U kozlarni bir nuqtaga qadab, vaqti keldi, dedi. Onam esa hech narsa demadi, faqat kozda alam bor edi. Amakim yo'lga tushayotganda u menga yaqinlashib yengilgina, bir kuni yozuvlarni o'qi. Ularni topasan. Shunda hammasini bilasan, dedi. U yo'ldan nariga otib borayotganida men uning qo'lidagi kichik qora sumkani payqadim. Chamadon emas, balki butunlay boshqa narsa edi. Atigi bir necha kun ichida u odam o'zini yillar davomida qiynagan sirni o'zi bilan yana olib ketayotgandek ko'rindi. U ketdi. Uy yana sokin bo'ldi. Ombor oldidagi izlar yo'qoldi. Kechasi tovushlar qaytmadi. Ammo men bilardim, ombor ichida u yashirgan narsa, chamadonda bo'lgan og'ir yuk, yozuvlar, u bilan bog'liq sirlar bir kuni baribir ochiladi. Va o'sha kun kelguncha men bular haqida o'ylashdan to'xtay olmayman. Amokim ketganidan keyingi dastlabki kunlarda uy galati tarzda bo'shab qolganini sezdim. Xuddi u bilan birga uyda yillar davomida o'rnashib qolgan qandaydir xavotir, qo'rquv va sirlarning og'irligi ham ketgandek edi. Lekin shu bilan birga uning ketishi menga savollarni yana ham ko'paytirib berdi. Onam, u yaxshi joyga boribdi, o'zini tuzatib oladi, deb tasalli berdi, ammo men bilardim, bu ketish odatiy ketish emasdi. Amakimning ko'zlaridagi o'sha so'nggi nigoh menga aytgan, yozuvlarni o'qi degan gapi kun bo'yi qulog'imda jaranglab yurardi. Bir necha kun o'tib men nihoyat uning xonasiga kirdim. Chunki u eslatgan yozuvlar shu yerda bo'lishi kerak edi. Xona hali ham uning hidini eslatardi, eski kitoblar, chang, uzoq yo'llar hidi. Men stol tortmasini ochdim, u yerda bir nechta qog'ozlar, eski daftar va chizilgan notanish belgilar bor edi. Bular oddiy yodda qoldirish uchun yozilgan narsalar emas edi. Ularning ayrimlari chizilgan xaritaga o'xshardi, ayrimlarida esa uzun-uzun matnlar, xatolar bilan yozilgan jumlalar bo'lardi. Men ularni asta ko'zdan kechirdim. Dastlab hech narsani tushunmadim. Yozuvlar juda chalkash, go'yo shoshilib yoki ruhiy holat yomon paytda yozilgandek edi. Ammo ularda eng ko'p takrorlanadigan bir so'z bor edi, o'sha joy. Qaysi joy? Ombor. Yoki u ombordan ham oldinroq bilgan boshqa joymi? Har bir matnda o'sha joyga qaytish, o'sha joyga yaqinlashmaslik, o'sha joyda hech kim bilmaydigan narsa bor degan satrlar takrorlanardi. Men o'sha joy ombor ichidagi yer kavlangan qism ekaniga shubha qilmasdim. Ammo u yerda nima borligi haqida hali ham hech tasavvurga ega emasdim. Bir nechta qog'ozni chetga surib yana bir daftarni varaqladim. Unda amakimning qo'li bilan yozilgan uzun hikoya bor edi. U qandaydir odamdan qochgani, kimlargadir qarshi kurashgani, biror sirni yashirganini yozgan edi. Lekin jumlalar orasida ulkan bo'shliq bor edi. Go'yo u hamma narsani ayta olmagan, aytishga qo'rqqan. Men bu yozuvlarni o'qir ekanman. Bir vaqtning o'zida uning qaytishdan oldingi hayotini ko'z oldimga keltirdim. Yolg'iz, doimiy qo'rquv va izlanish bilan o'tgan yillar, biror odam yoki kuchdan yashirinib, so'nggi umid bilan uyga qaytishi. Bir kuni tushdan keyin men uning daftarlari ichidan katakli qog'ozga chizilgan chizmani topdim. Chizmada ombor, hovli, uy va ombor ostidagi qandaydir yerosti yo'li belgilangandi. Yo'l juda nozik chizilgan, go'yo u o'zi ham aniq ko'rmagan. Lekin o'sha yo'lning oxirida qo'pol chizilgan doira bor edi, ichida esa mahkam o'ralgan belgi. Bu nimaligini bilmasdim. Ammo u belgi ko'p marta takrorlanganidan u juda muhim ekanini sezdim. Ertasi kuni men yana omborga tushdim. Bu safar onam uyda yo'q edi. Eshik qulflangan edi, lekin amakim yonida olib ketgan kalitdan boshqa kalit ham bo'lishi mumkinligini o'ylab, sekin-sekin eski sandiqni titkiladim. Haqiqatan ham sandiq ostida chang bosgan darajada eski, zang bosgan kalit yotardi. Men hayron bo'ldim, bu kalit nega sandiq ostiga yashirilgan? Uni kim qo'ygan? Amakimmi yoki undan ham oldin bu yerda yashagan kimdir? Kalit ombor qulfiga aniq mos edi. Qulfdan chiqqan qarsillagan ovoz yuragimni hovuchlatdi. Men ombor eshigini ochdim. Ichkariga kirganimda esa havo avvalgidan ham sovuqroq edi. Xuddi ichkarida kunlar davomida kimdir turgandek. Men asta o'sha burchakka bordim, yer kavlangan joy. O'sha taxta yana o'sha holatda turardi. Men taxtani yana ko'tardim.
Bu safar u ostidagi yer bir oz qattiqlashgan, lekin baribir yangi kavlangan tuproq hidi bor edi. Men yerga qo'limni tiqdim. Bu safar elimga biror narsa tegdi. Men chochib qo'limni tortdim. Keyin og'zimni bosib, yana qo'limni tiqdim va ehtiyotkorlik bilan o'sha narsani tortib chiqdim. Bu yogon, qora matoga o'ralgan narsa edi. Men uni ochdim. Ichidan zanglagan temir quti chiqdi. Qutining qopqog'ida notanish belgilar bor edi, xuddi amakim yozuvlarida bo'lgan belgilarning ayni o'zi. Men qutini ochib ko'rmoqchi bo'ldim, lekin u qattiq yopiq edi. Qutining yoni juda sovuq edi, go'yo muzlatganda saqlangandek. Men uni asta silkib ko'rdim, ichida nimadir bor, lekin og'ir emasdi. Qutini qo'limda silkitar ekanman, ichidan ham galati ovoz eshitildi, temir narsaning sekin urilishi kabi. Bu quti shunchaki oddiy buyum emasdi. Amakim uni nega yerga yashirdi? Va nega men uni topishimni xohladi? Men qutini olib xonamga qo'ydim. Bir necha soat davomida uni ochishga harakat qildim. Pichoq, kalit, hatto bolta ishlatib ko'rdim, ammo foydasi bo'lmadi. Quti go'yo ichidagi narsani hech kimga ko'rsatmaslik uchun maxsus yasalgan edi. Bir vaqt ichida unga tegish ham og'irlik keltirayotgandek bo'ldi, qo'limni sovuq qilib yuborardi. Men uni stolga qo'yib, amakimning yozuvlarini qayta ko'zdan kechirdim. Bir joyda u qutini ochishga harakat qilmang. Uning vaqti kelganda og'zi ochiladi. Kuch bilan emas. Faqat joyi o'zgarganda deb yozgan edi. Bu menga yanada galati tuyuldi. Qanday qilib quti og'zi ochiladi? Va nega kuch ishlatib bo'lmaydi? O'sha kechasi men uxlolmay yotdim. Quti xuddi menga qarab turgandek ichida qandaydir tovush bor edi. Ba'zan quti ichidan juda past, quloq bilan eshitib bo'lmaydigan titroq ovoz eshitilardi. Bu ovoz yotganimda ham, o'rnimdan turganimda ham meni bezovta qilardi. Bir mahal beixtiyor o'rnidan turdim va qutini qo'limga olib deraza yoniga bordim. Tashqarida qorong'u tungi shamol shovullab turardi, yulduzlar esa juda xira ko'rinar edi. Qutini deraza tokchasiga qo'ydim. Shu payt uning ichidan yana o'sha ovoz eshitildi, bu safar biroz balandroq. Men qo'rquvdan orqaga tisarildim. Birdan eshik qiya ochilib onam kirib keldi. U meni hushyor ko'rib hayron bo'ldi. Nima qilyapsan bu paytda, dedi u. Men qutini ko'rsatmaslik uchun yonimni o'girdim. Hech narsa, dedim. Onam menga diqqat bilan qaradi. So'nggi kunlarda sen galati bo'lib qolding. Amaking ketgandan beri o'zgarib ketding, dedi. Men unga hech narsadan xavotirlanmasligini aytmoqchi bo'ldim, lekin ovozim chiqmay qoldi. Chunki chindan ham men bularning hammasini tushunmayotgan edim. Onam ketishi bilanoq qutini yana qo'limga oldim. Unga qaradim. Ichidagi sir menga tobora yaqinlashayotgandek tuyulardi. Keyingi bir necha kun davomida men qutini yashirib yurishga majbur bo'ldim. Uni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirar, lekin qutining sovuqligi, galati tovushlari meni tinch qo'ymasdi. Ammo bir kuni ertalab uyg'onib qarasam, quti o'z joyida emas edi. U stol ustidan yo'qolgan. Men xonani agdar-to'ntar qildim, lekin topolmadim. Bir zumda yuragim hapriqib ketdi. Kim uni oldi? Onammi? Yo bo'lmasa, amakim qaytib kelganmi? Bu fikr meni larzaga soldi. Hovliga chiqdim. Havo iliq, tong yorug'i yangi tushayotgan payt edi. Ombor yoniga otdim. Quti o'sha yerda edi. Men uni ko'rib hayratda qoldim. Uni bu yerga kim qo'ydi? Axir men qulfni yopgan edim. Ombor eshigi ham o'sha kechagi kabi qulflangan edi. Qutini olayotgan paytimda uning qopqog'idagi belgi birdan ko'zimga boshqacha ko'rinib ketdi. Xuddi o'zgarayotgandek edi. Men qutini ehtiyotkorlik bilan quchoqlab xonamga olib keldim. Endi uni ochishni istamay qoldim. Chunki u o'zi biror joyga borishni xohlayotgandek edi. Kecha kuni amakimdan xat keldi. Onam uni menga berdi. Xat qalin konvertda edi. Men uni ochib o'qiy boshladim. Amakim unda yozgan, men ketganimda uyda hech narsa qolmagan deb o'ylagan edim. Lekin o'sha narsa ko'p yillar oldin mening nomimga o'tgan. U aslida meni emas, seni tanlagan bo'lsa kerak.
Qutini topgan bo'lsang, ehtiyot bo'l. Uning ichidagi narsa hali o'zini ko'rsatmagan. Men uning sirlarini bilaman, ammo hali aytolmayman. Faqat bir gapni bil, u sizlar bilan bog'liq. Oila tarixi bilan. Undan qo'rqma. Lekin ochishga shoshma. Men xatni yana o'qib chiqdim. Bu nimani anglatardi? Quti men bilan bog'liqmi? Bizning oilamiz bilan. Onam hech narsa bilmasmidi? Men qutini o'zimga yaqinroq olib, asta stolga qo'ydim. Endi u sovuq emas edi. Avvalgidan issiqroq edi. Ichida nimadir uyg'onganini his qildim. Qutining ichidagi narsani ochishga shoshmadim. Ammo endi bilardim, bu narsani yashirish mumkin emas, undan qochib bo'lmaydi. Amakim ketdi, lekin sir shu uyda qoldi. Endi u mening bo'ynimda edi. Shu kecha men yana uxlay olmadim. Qutining ichidan past titroq ovoz eshitildi. Bu safar u uzoqroq davom etdi. Go'yo ichidagi narsa nafas olayotgandek, uyg'onayotgandek edi. Men uni qo'limga oldim. O'sha payt qutining qopqog'idagi belgi asta-sekin yorishib, juda xira nur tarata boshladi. Bu nur devorlarga tushdi, ular orasida galati soyalar paydo bo'ldi. Men qo'rquvdan titrab ketdim. Ammo shu bilan birga ichimdan qandaydir kuchli quvvat o'tgandek bo'ldi. Quti birdan issiq bo'lib ketdi. Men qo'limni tortdim, quti stolga tushdi. Shunda uning qopqog'i asta ochila boshladi. Kuch bilan emas, go'yo o'zi andishali harakat bilan ochilayotgandek. Men nafasimni ichimga yutdim. Ichidagi sir endi meni kutayotganini bilardim. Qopqoq ochilishidan oldin xonamdagi shamol kuchaygandek bo'ldi. Quti ochilishidan bir zum avval uning ichidan juda yorqin, ammo ko'zni kuydirmaydigan nur otilib chiqdi. Men qo'limni ko'zimga tutdim. Bu nur butun xonani yoritdi. Va nihoyat quti ochildi. Ichida juda kichkina, ammo galati shakldagi qora tosh bor edi. U oddiy toshga o'xshardi, lekin yuzasida notanish belgilar nur taratib turardi. Toshning atrofida esa juda iliq nur bor edi. Men unga yaqinlashdim. Tosh pastdan qo'limga tortayotgandek edi. Men uni qo'limga oldim. Shu zahoti xonada hamma narsa o'zgardi. Odamning eshitishi qiyin bo'lgan tovushlar, uzoqdan kelayotgan ovozlar, galati andisha hammasi bir joyda yigildi. Men bir zumga hushimdan ketay dedim. Ammo o'zimni tutdim. Tosh qo'limda turardi, u menga qandaydir xotiralarni namoyon qilayotgandek, uzoq-uzoqlardan kelgan tarixni eslatayotgandek edi. Men shu tosh bizning oilamiz sirining kaliti ekanini angladim. Amakim yillar davomida undan qochgan. Yillar davomida uni yashirgan. Endi esa u mening qo'limda turardi. Men bilardim, bu hikoya endi endigina boshlanmoqda. Sir ochildi, lekin uning ortida hali juda ko'p haqiqatlar yashiringan. Va men o'sha haqiqatlarni topishga tayyor edim.